Assalomu alaykum. Alo, Assalomu nimaga alaykum. kelasizlar? Muazzamxon Hojona bilan to'g'ri bog'landikmi? To'g'ri, to'g'ri. Aha. Onajon, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, Avvalambor bugungi eng quvonchli ayyomlaringiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan tavallud kunlaringiz muborak va xayrli bo'lsin. rahmat, rahmat. Aziz Hojonim, ayni daqiqalarda sizga tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Loyihaning boshlovchisi Muxlisaxon bo'laman. Mhm. Bugungi go'zal ayyomingiz munosabati bilan loyihamizga juda ham chiroyli bo'lgan tabrik xatlar kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Oila a'zolaringiz orasidan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bir dona qizim bor, bir dona o'g'lim bor. O'g'lim yo'llagandir-da. Mashaalloh, albatta. Avlodingizning davomchisi, mehriboningiz, suyangan tog'ingiz, o'g'lingiz Kamronxon aka nomlaridan yetib kelgan ekan, juda ham to'g'ri topdingiz. Rahmat. Baxtlarga doim omon bo'ling va ularga qizingiz Tojbarxon opa, nabiralaringiz Munisaxon, Muslimaxon hamda Mubinaxonlar ham qo'shilmoqdalar. Rahmat, rahmat. Minnatdormiz. Agarda ijozat bersangiz, Alloh qodir etgan darajada o'g'lingiz yo'llab qoldirgan tabriklarini sizga o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, mayli. Rahmat, onajonim, marhamat, tinglaysiz. Derlarki, ona bor uyda g'am bo'lmas. Onalar mehri hech tugamas, o'lmas. Siz borki, baxtimning gullari so'lmas, bu bedor yuragim zarbasiz onam. Yo'limiz yoritar ziyolaringiz, sof toza beg'ubor dunyolaringiz. Bizga panoh erur duolaringiz, bu bedor yuragim zarbasiz onam. Mushtipar, munisam, poyingiz jannat. Men uchun aslida o'zingiz davlat. Allohim asrasin sizni hamma vaqt. Bu bedor yuragim zarbasiz onam. Assalomu alaykum, qadrligim, mehribonim, jonu jihonim. Poylari jannatim, hojonam o'zimni. Sizni payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan, tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Allohdan sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Doimo yuzingizdan Rasulimizdan meros bo'lib qolgan tabassum kulgu bo'lsin. Baxtimizga har doim omon bo'ling. Ba'zida bilib bilmasdan qalb gavharingizni og'ritib qo'ygan kunlarim bor, bilaman buni. Ana shu kunlar uchun meni kechiring. Onajonim, Alloh umringizni ziyoda qilsin. Menga eng zo'r ona bo'lganingiz uchun sizga tashakkur.